Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. O'zinglar bilasizlar, biz hozir o'tdi qilmaylar. Men Fransiyaga 2002 kelgan. 2002 kelib 2005 yilida o'shab 2008 da Dunyo qurultayiniki yetakchisida Dunyo buyruqida nishadki Fransiya Uyg'ur komitetini qurib chiqdik. Bu jarayonda Osmancan qatorliq hamma bolalar bilan tanishdik. Nurg'un yig'inlarda Amerikada, Yaponiyada, boshqa yerlarda yig'inlar bo'ldik. Bu tashkilotni qurib 5 yil yaxshi apmondik. O'zimizning kelishcha olimpik qarshilarni Xitoyning har qanday kimlarga qarshi namoyishlar qildik. Ammo lekin 2019'daki 7-5 kundagi voqealarni biz ishlarimizni tashlab o'quvchi bolalar bilan chiqib Raus namoyishlarni qilib Uyg'urlarni tunutdik Fransiyaga. Onun vatanda bo'lgan shu xalq qirg'inchilik bilan tunildi. Shundan so'ng biz ularning ovozi bo'lib ishlarni ishlarni qildik. Hozir Fransiya Uyg'ur tashkilot komitetidan boshqa endi yangi tashkilotlar bor. Fransiya Uyg'ur birlashmasi, uningki ma'mur raislari o'tiribdi. Ammo bir tunish oldinda endi hozir endi bu yerga Osmanjanlar masalan Uyg'uriston ozod tashkilotidan vakil bo'lib idora heyati keldi. Bular biz bilan ko'rish orqali nima maqsad, nima plan, nima ish qilamiz, buningki davoni qanday olib boramiz degandek shu bir o'y fikrlar bilan keldi. Bularni ko'p so'zni anglab qolsak. Osmanjanga bir so'z bersak. Alhamdulillah. Hammaga salom, yana assalomu alaykum. Shundaqla bugun bizni qizg'in qarshi kutib olgan Fransiya Uyg'ur komitetining sobiq raisi Ekber boshchiligidagi ham hozirgi mavjud tashkilotning muavin raisi shundaqla qizg'in a'zolarga rahmat aytaman. Endi darvaqa Ekber degandek adamning qalbisiga bir savol tug'ildi. Bu savol nereden başlandı degan sizlar bizni bugun 100 tane tunji qatim kirib o'tiribsizlar. Biz sizlarni tunji qatim 100 tane kirib o'tiryapmiz. Demak, tunji qatim kirishga odamlarda, yoki uchrashgan odamlarda shunday bir savol tug'ildi oldidan. Tunishish, uningdan sirdishish, ya'ni tunishish, sirdishish jarayonida murod maqsadlari o'zaro ayrilishi. Xo'sh. Endi biz endi qilib aytsak, shu Uyg'uriston ozodlik tashkilot bo'lib qurilgandan boshlab bugunga qadar da'voyimizningki ideologiya xizmatini, ya'ni nazariy jihatda nurg'un xizmatlarni qildik. Bu ishlagan xizmatlarimizningki natijasi bo'libmi yaqindan buyon meva berishga boshladi. Biz bu nazariy xizmatlarimizni amaliylashtirish, konkretlash, planlash va shu orqali da'voyimizniki kelgusi taraqqiyot uchun bir kishilik ham tashkilot sifatimiz bilan o'zimizning kuchini qo'shib, bundan keyin da'voni texnik yuksak darajaga ko'tarib, yaqin patarda Uyg'uristondan Xitoy mustamlikachilarini qo'llab chiqarib, bir davlat qurishdek bir orzu-armonlarimiz bor. Endi bu arzularni planga oshirish, reallikka oshirish uchun oldindan o'zimizning qilayotgan ishini tushunish, tushungandan keyin shu ishga loyiq chora-tadbir olib izlanish majburiyatida biz. Shuning uchun bizningki bu qatlamqi safarimizningki oxirgi bekitning Fransiya bo'lib tanlanishi bu biz dastlabda Myunxendan chiqib bevosita Fransiyaga kelsak, u Parijga kelsak, yo'limiz qisqa, 500 kilometr yo'l. Ammo biz nurg'un davlatlarni bilan oxirgi bekatga kirib Fransiyaga kelishimizda nurg'un strategik maqsadlarimiz bor. Bu maqsadlarning biri Fransiyada shu Bulutmur Rabiya Qadir xonim turmadan chiqib Dunyo Uyg'ur qurultayining raisligini olib o'zining xizmatlarini Yevropaning boshqa ellarida, ya'ni Yevropa parlamentida, Shveysariyadagi Birlashgan Millatlar Tashkilotida, Amerikada, Oqsaroyda, Washingtonda degandek joylarda rivojlantirib kelib, shu 4-5 yil ichida Davaning Fransiyadagi taraqqiyotimi nihoyatda tez rivojlandi. Bu taraqqiyot
komitetga sizlarning yani şu aynı vakitteki Fransiya Uyghur komitetining qo'shgan töhfesi az emas. Buni biz Ekber bilan shaxsiy tunishdan boshqa sirtdan bu komitetning qilayotgan xizmatlarini uzundan buyon kuzatib, yuqori baho berib kelgan. Lekin endi vaqtning o'tishi bilan bunda kishilik munosabatni, shaxsiy munosabatni biz tashkiliy munosabatga aylantirish, hamkorlik munosabatini o'rnatish. Qaysi nuqtalarda biz hamkorlasha olamiz? Qaysi nuqtalarda o'zimizning mustaqilligini saqlab qolgan ostida o'z oldimizga harakat qilamiz. Bu deganligimiz masalan hozir mavjud tashkilot bilan bizning Uyg'urcha azod tashkiloti ikki tashkilot. Buni bir tashkilot qilishga ham bir guruh qilishga bo'lmaydi. Chunki bu deganlik hammamizningki o'zimizning qilayotgan davlat rayon cheklamasi shundaqla hammamizning o'ziga xos fikr cheklamiz tufaylidan bir fikrga, bir bayroqni ostida yig'aman deyish hamda o'zimizning siyosiy ehtiyojimiz, da'vo ehtiyojimiz to'g'ri kelmaydi. Shu nuqtadan har qaysi tashkilotlar o'zining mustaqilligini saqlab qolgan shart ostida birisi-birisini qo'shib olmagan shart ostida qaysi nuqtalarda hamkorlasha oladi, qaysi nuqtalarda o'z oldiga faoliyat qilib birisi-birisini qo'llaydi degan nuqta ustida izlanish. Bunun nima ehtiyoji bo'lib qoldi deyish mumkin odamlar. Bir o'rdan sizlarmi nurg'un savollar tushdi arliqda biz kelayotgan davlatlarimizda mayli Belgiyada, mayli boshqa yerda. Sizlar bir o'rdan o'zinglarning davlatida ya'ni demakchi Germaniyada turib Uyg'uriston davosiga yoki vatan davosiga ko'p kuch chiqishyapsizlar. Bizmi o'zimiz turgan rayonda shunga loyiq da'voning rivojlanishiga muvofiq his qilyapmiz. Ammo bu ziyoratga maqsad nima? Demak, uchrashgandagi so'rilgan savollar ekan. Biz endi biz uchrashgan siyosiy faoliyatchilarimizdan shundaqla tashkilot rahbarlarining bu savolni so'rgandan nayt xursand bo'ldik. Chunki bu bizdagi ongning, siyosiy qarashning, demokratik tushunchalarning yetilishi bu. Bu deganlik masalan biz o'zaro uchrashgan vaqtimizda savol qo'ya olsak, javob bera olsak, maslahat bo'ladi. Savol qo'ymasak, javob bermasak, tushunmasak, undan keyin xato tushunish kelib chiqib, bu yuchuqdan Xitoylardan qo'laylik foydalanib, endi bizni bo'lib, parchalab, yakkilashtirib, so'yitib da'vat mushtaq qilib, o'zininki planlagan plan programmasiga uyg'unlashtirmoqda. Demak, biz bu bo'shliqniki oldini olish, ya'ni bu bo'shliqqa bo'shliq qo'ymaslik nuqtasidan biz o'zaro fikrlashish nuqtasidan bu safarni boshlab nihoyatda muvaffaqiyatli tamomlab Fransiyaga keldik. Demak, bayat degandek oxirgi nuqta Fransiyaning tanlanishi, shu oxirgi 4-5 yil ichida Fransiya davlatining Uyg'ur masalasiga bo'lgan qiziqishi asta-asta tashkilot saviyasidan bara-bara masalan tashkilot saviyasidan deganim Fransiyada turgan yerlik fransuz tashkilotlari yoki boshqa tashkilotlar darajasidan bara-bara davlatning tashqi siyosatiga kirgizilish harbislar yoki shu kirgizilish taraqqiyotida turyapti. Buni his qilyapmiz. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta nima deganda 2009-yili vatanimiz Uyg'uristonning poytaxti Urumchida 7-oyning 5-kuni cho'ng qonliq qirg'inchilik yuz berdi. Bu qirg'inchilik yuz bergandan keyin Uyg'urlarga yurgizilgan bu qirg'inchilik ham bu bostirmaning natijasi yoki shu jarayonni tezlikda dunyoga oshkor qilindi. Tez ma'lum bo'ldi. Bundan burun bizdan burun chiqqanlar, ya'ni da'vogarlar Uyg'ur degan bir millatni tuntish uchun ko'p harakat qilib, ko'p kuch chiqarib, ajr singdirib kelib, ma'lum bir natija qozongan bo'lsa-mu, ammo 2009-yildagi bu 5-yil qonli qirg'inchilikdan keyin Uyg'urlar to'satdan dunyoga tez orliqda tunildi. Masalan, biz misol bersak, sizlar nurg'ulron tafiyin kanslar oldin 5 yildan oshmagan, ammo biz burun kelgan vaqtlarimizda sen qaysi millat, kim o deb so'rasa, biz Uyg'ur desak, tushundiramay, shunda avaro ketib, buni tushuntirish maqsadida biz Tibetni oldidan tilg'alib Tibet degan bir millat bor. Bu millat nerede bilemsek bilemeydi. Şu biz Tibet deganning shimolidan, Pokiston deganning sharqidan, Qozog'iston deganning g'arbidan
Janubidan Mongoliya deganning g'arbidan Mushtariyadan kelgansa, shunday bir cho'ng bir nima bor yerda, cho'ng bir qumliq bor yerda odam yashamdi deb so'ragan. Bu yerda rasmiy bir odam yashaydi, 20 millionga yaqin bir musulmon millat yashaydigan, ikki qatim tarixda davlat qurgan bunday bir millat biz. Deb ashundaq soatlab bir Uyg'urni tushuntir uchun soatlab so'zlash orqali, munozara qilish orqali Uyg'urning yer yuzida mavjudligini yo'qolib ketmagan millat ekanligini, o'zining inqilobiy davlatni qurish uchun harakat qilayotganligini tushuntirdi. Demak, 2009-yil 5-yil qoldi qirg'inchilikdan keyin Uyg'urlar dunyoga asosan tunilib ketdi. Bu deganlik dunyo xalqi, dunyo siyosatchilari hamda yer yuzida yashayotgan odam har turli bilingan. Burun ilgari politiklar, siyosatchilar bilgan bo'lsa, normal ko'chib ketayotgan odam Uyg'ur degan bilmaydi. Tibet degan bir ism chiqarsa, mayli fransuz bo'lsin, mayli german bo'lsin, dunyoning har qanday joylarida emas, bulutli g'arb mamlakatlarida bu Tibet degan umumda kichik bolaning 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma odam Tibetni, Dalay Lamani tunuydi. Bizning aşınçılık ki Tibet'le teng derece tunulup gelişimiz yani 60-70 yıldan buyon o'zining kelgan siyosiy, tashkiliy faoliyatlarini tartibli elib berayotgan bir millat bilan bizning Urumchidagi qonli qirg'inchilik yuz bergandan keyin Uyg'urning tunilishi teng darajaga teng saviyaga yetib qoldik. Lekin Uyg'urlar Tibetning xalqaro yana dunyo xalqiga siyosiy sahnada tunilishi asosan o'xshash bo'lgan bilan ularga qaytirgan inkosimiz bizlerin ularga berilgan murat maqsadlarimizni tushuntirish uslublarimiz o'xshash emas. Ya'ni Tibetdagi tashkiliy qurilma nihoyatda mukammal bir qurilma. Uyg'urlarda hozirgi vatan sirti da'vo qilib elib berayotgan cho'ng tashkilotlardan Dunyo Uyg'ur qurultiyi deymiz, kishilik huquq demokratiya prinsip asosida o'z taqdirini o'zi belgilash chaqirig'i yoki kurash nishonasi ostida kurash qilayotgan bir tashkilot bor. Undan boshqa Sharqiy Turkiston surgun hukumatida Sharqiy Turkistonning uzun kesim mustaqilligini qo'lga keltirish uchun harakat qilayotgan bir tashkilot bor. Undan boshqa yana o'zi markazi Istanbuldagi Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyati va biz tashkilot nuqtasidan har birimiz nihoyatda cho'ng tashkilotdek ko'ringan bilan, ammo hamkorlashish, o'rtaq strategiya tuzish, o'rtaq harakat qilish jarayonida Tibet nisbamiz nol. Bayat degandek Tibetni tunug'liq, Uyg'urni tunug'liq, ammo avu bugun Tibet mustaqil bo'lib o'tsa, ertasi Tibet mustaqil davlat sifatida boshqara oladi. Beriblar, shu organ, shu Tibet kuchib beriblar, shu davlatni bugun o'zining chet eldagi o'rgangan davlat boshqarish bilimlari, kasblarining asosida shu davlatni tinmay, tantirmay boshqarib ketadi. Ammo biz Uyg'urlar bunday saviyaga yetemeklik yani yetmeklik. Bu şu da bir turg'unlikni tashkiliy jihatdagi qurilmani ko'tarish, ya'ni siyosiy suhbatimizni texnik oshirish, strategiyamizningki strategiyalik darajasini texnik cho'nqirlashtirish, planlarning konkretni bilish uchun Uyg'ur davosining natijali ehtiyoji bor. Bayat degandek 4-5 tashkilotning bo'lishi yoki ushaq hozir har bir davlatda birimiz kelsak birini tashkilot vakandik. Keyin 2dan 3dan tashkilotlarning qurilib, har odamning o'zi to'g'ri degan bir yo'nalishda vatan da'vosi qilishi to'g'ri. Bu xato emas. Mana bir guruh 4-5 odam, bir guruh 10-20 odam vatan da'vosidan shug'ullanishi to'g'ri. Ammo bu yerda xatolik nima desa, tashkilotlarning o'rtasida hamkorlik, ittifoqlik yo'q. Bu bir bo'shliq endi. Şu boşluğun aldığını eliş hem de hayatımız degandek Fransiya'nın kelgüsüde Uygur davasına bo'lgan ihtiyacı. Yani bizden de Fransızlara ihtiyacımız yok. Chet eldeki Uygur'u tanıgan, bilayotgan millatlarning Uygur'ga ihtiyacı var. Bunda olsa, ularning bizga bo'lgan ihtiyacını biz qanday foydalanamiz? Foydalanishni bilishimiz kerak. Foydalanishni bilish uchun oldindan biz o'zimizning maqsadini tushuntirishimiz kerak. Uygur kelgüsü nima qilmoqchi? Devlet kurmakçı mı, Uyg'uriston devlet kurmakçı mı? Yoki Jongoning tarkibidagi bir avtonom devlet bulup qilib kelishmi? Yoki bir federatsiya bo'lib kelishmi? Buni dunyoning siyosatchilariga bildirib, o'zimizning maqsadlarini uqtirgandan keyin ular o'zining siyosiy talabini qondirgan, iqtisodiy ehtiyojdan chiqqan asosda bizga yordam qiluvni sunishga boshlaydi. Ya'ni biz ashunday suhbatga, ashunday bir saviyaga kelgan vaqtida bular o'zining yordamini bizga sunishga boshlaydi. Demak, endi biz
Muşundaq bir yordam qo'li kelgan vaqtida yoki yordam davri boshlangan vaqtida bu yordamdan muvofiq shaklda foydalanib davlat qurish sur'atimizni qanchalik tiziltimiz degan narsalarda ko'p siyosiy jihatdan izlanish, ilmiy jihatdan izlanish, kasbiy jihatdan tarbiyalanish bu intayin muhim. Endi hozirgacha qilayotgan ishlarimizning ajri, natijasi ko'rilyotdi. Ammo natijasi ko'rilgan bilan bu bizga nisbatan natijali ko'ringanda bilan bizni kuzatayotgan g'arbliklar yoki bizningki da'vo ishlarimiz hisoblashayotgan millatlarning ehtiyoj nuqtasidan biz tahi boshlang'ich saviyadagi, boshlang'ich maktabdagi bir bola o'xshaymiz. Endi bilasizlar bir odam quduq diplom edib ishlasam bo'ldi degan ruxsat chiqib o'sha o'rta maktab, oliy maktab, nurg'un jarayonlar beshlik uchun. Endi biz shu boshlang'ich saviyadagi darajamizni bayatni degandek o'zimizning imkoniyati yor bergan shart-sharoitlar ostida taraqqiy qildirib diplom oladigan saviyaga yetgan vaqtida ular bizga yordam qo'lini sunishga boshlaydi. Endi bu yordamni qo'lga keltirish uchun o'zimizning ehtiyojini o'zimiz bilishimiz kerak. Bizning ehtiyojimiz hamkorlik. Bizning ehtiyojimiz ittifoqlik. Bizning ehtiyojimiz mustaqillik. Buni amalga oshirish uchun biz ko'p izlanishga, ko'p tirishishga to'g'ri keladi. Shu sababdan bu qatimki safarimizning murod maqsadlari mushu. Biz mushu maqsadda sizlarning ko'rishni niyat qilib, orzu qilib Akbar bilan telefonda aloqalashgandan keyin bo'ladi chataq yo'q. Kelinglar qizg'in qarshilamiz, bizni shunday bir vaziyatning yorilishiga, ashtoq bir vaziyatning o'tirib chiqishini taqozomiz. Ammo hozirgi holatda biz nurg'un narsaga muhtoj, ammo ehtiyojimizdan chiqarmoqlik, o'sha to'g'riliq so'zlasak bo'ladi deb bizga aytdi. Qizg'in o'ziningki taklifini, ya'ni biz qo'ygan taklifni qizg'inlik bilan qabul qilgandan keyin biz sizlarning oldinglarga qo'rqmay, xotirjam kelib o'tiryapmiz. Bu nima deyganda bu qo'rqmay, xotirjam deb o'ylab qoldim hozir ba'zilarimda men qarashlarimdan. Biz asli qo'rqmaymiz. Biz asli xotirjam emas. Chunki bizning dushmanimiz Xitoy. Xitoy u hozir dunyoda o'zi men iqtisodiy jihatda shunday yuqori boylik yaratdim, siyosiy jihatda dunyoni kontrol qilaman deyotgan bir darajaga ko'tarilgan millatga qarshilik e'lon qilgan, sening qo'lingni qutulib chiqqan mustaqil millat quramiz degan bir millatning chataldagi fidoyilari biz. Bu fidoyilarning aqlli bo'lishi, ehtiyot qilishi, bayatni degandek ham botirlikni oldirmanishi, ham nurg'un narsalarni ehtiyot nuqtasidan diqqat qilish kerak. Shunga qo'rqmay deyim, shuni ish qo'rqitgan sen qo'rqmay degan gapni biroz izohlashga to'g'ri keldi. Shu sababdan biz bu qatimqi safarimizni boshlab yo'lga chiqdik. Xo'sh. Endi ehtiyojimizning kelib chiqish sabablari shu bayatman degandek. Tashkiliy saviyadagi, siyosiy saviyadagi ko'tarishimiz kerak. Ko'tarmay biz bu shubhada yana 10 yil, 20 yil maqsad mengiveramiz. Bizni hech kim hech narsa qilmaydi. Qarshi vatan da'vosi qilyapmiz. Qarshi davlat qurish da'vosi qilyapmiz. Mengiverdi bu da'vo. Ammo bu da'voni ilgilash bo'lmaydi. 50-60 yildan shunday. İlgilab nega bor, ilgilab nega keldik? Endi biz endi bugungi dunyoda axborot jamiyati erkin, sizlar bilasizlar. Bu shu nuqtadan biz o'zimizni silkib etib, biroz yengil yaratish, da'voda qimmat yaratish. Bu shu qimmatga loyiq biz qilayotgan mustaqillik da'voyimizni, vatan da'vosini tezlitish maqsadida biz bu safarni boshladik. Demak, safarni boshlashdan keyin maqsadlar bir necha qirliq tushundim-da. Ham ba'zan bu vatan da'vosi oldirgan da'vo emas. Vatan da'vosi uzun da'vo, ya'ni bu dini bu undaq oldirganga sizlar vatan Xitoyning qo'lidan qutulib mustaqil davlat bo'lmaydi deydi. Ammo bizning oldiradigan yerimiz bor. Albatta oldiradigan yerimiz nima deganda, o'zimiz hozirlay oladigan narsalarni hozirlash qoldirishimiz kerak. O'zimiz hozirlagan narsalarni hozirlash oldirmay turib, vatanni ozod qilishga oldirmaydi yoki buning vaqti va payti va xalqaro sharoit pishib yetilmadi, o'zimizning ichki sharoit pishib yetilmadi deb birdamda turib xalqaroga atib qo'ydigan, birdamda turib o'zimizning ichki qiyinchilikga atib qo'ydigan, lekin
o'zimizdan izlanib bu yo'lni qanday topman deganga aldırmaydigan davada ro'yi jihatdan emas siyosiy jihatdan lamzallik, layg'azallikka yig'ilishib ketdi. Bu nuqtalarni cho'qim oldin olish kerak. Chunki biz mushu tarixda yashadik. Bizning keyingi dunyoga kelgan farzandlarimiz bizning tariximizni bizdan biladi. Biz o'lib ketgandan keyin bular mushu davlat asliga emas, yana Xitoyning mustamlakasi yashayotgan bo'lsa, sizlar bilan bizga nafrat qo'ydi. Biz nurg'un ishlarimiz qamlashtirolmagan vaqtida ilgirki ajdodlarimizning nafratini qo'yamiz. Nafratlanish albatta haqqimiz bor. Chunki ilgirkilarning yo'lni ichishi, dog'damlashtirishi, mukammal bir yerga kelib shu nuqtadan boshlashga yo'l qo'yish kerak. Ammo biz nima qilyapmiz? Hamma narsa noldan. Qilayotgan ishimiz noldan boshlandi, yana bir yerga buzildi. Bu shundoq siyosiy kayfiyatniki oldini olish pek muhim bo'lishqa biz muqaddimlik safarni boshlab yo'lga chiqdik. Keski murod maqsadlarimiz bu shu. Men shunchalik so'zlay, endi sizlarning qanday bizni kutadigan arzu armonlarimiz bor. Buni biz bir anlasak, bizning sizlarni kutadigan qanday bir umidlarimiz bor. Umidlarni arzu armonlarimiz nerede uçuruş biz ortak hamkorlasha olamiz. Hamkorlik nuqtasini tepib chiqish bizning vazifamiz bo'lib qoldi. Chunki hozirgi kunda deymiz biz hamkorlashyapmiz, ittifoqlashyapmiz. Xitoyga qarshi chiqib namoyishni tanqilyapmiz. U hamkorlik emas, u ittifoqlik emas. Hamkorlik ittifoqlik degan u qilayotgan ish u. O ishning natijasini qo'ldan kelish jarayonida hamkorlashish. Ishni birlikda qilib, ishdan keyin uni buzib o'tish uchun harakat qilganlar noyat ko'p. Chunki bu yerda düşünümüz Xitoy bo'lgandan keyin bu Xitoyning siyosiy hiylalarni oldini olish bizniki bugungi kundagi tashkilotlarimizning ham o'zimizning tarixiy majburiyati. Lekin umumiy kayfiyatdan qaraganda da'vo bayatni degandek ma'lum bir nuqtaga yetib ma'lum bir seviyada rivojlangan bilan hozirgi chet elda bo'layotgan siyosiy faoliyatlarimizda yoki yangidan chiqqan yoshlarımızda yoki burungi uch da'voga izchil qatnashib kelayotganlarda tushkunlik eg'ir. Bu nima uchun tushkunlik kutadi bu odamlarimiz? Bu tushkunlik nereden keldi? Degan vaqtda o'zi qilayotgan ishni o'zi tushunmagan vaqtida odam bunga yetarli javob topolmaqda tushkunlik. Chunki biz o'yladik 7-5 Urumchi Uyg'urlar shuncha qirg'in qilyapti. Shunchalar qirg'in qilayotgandan keyin bu yer xalqaro arishidi. Yoki mushuning bilan ma'lum bir natija chiqib, davlat qurilib qoldi deb o'yladik. Bizniki davlat qurishdagi tushunchamiz shunchalik yangi. Bir namoyish bilan, bir qurolliq inqilob bilan bu davlat mustaqil bo'lmaydi. Albatta uning variantlari biz qilayotgan ish. Ammo shuningki ichki tashqi vaziyati pishib ketilgan vaqtida ham dunyo siyosatchilarining ehtiyoji shunga to'g'ri kelganda tashqi vaziyat ham shu. Ammo shu vaziyatni, shu vaqtni kutish, sabr bilan saqlash, shu vaqtning o'ziga ulushish bu bizdagi maqsad. Shu maqsadimizni tushunganligimizning o'zi yoki shu maqsadga ketayotganligimiz o'zi bizning tushunishimizdan oldin oldi demoqchiman. Yani shundan gapimni xulosalayman, boshqa qarindoshlarimizni o'ziga xos ko'z qarashlarimiz olaymiz. Qilqitganlarga rahmat. Endi men maqsad degan maqsad maqsad emas. Sizlarning ko'z qarashinglarni anglash Amanki sizlarning kimi o'yinlar bo'lsin, bular kelib bir tashkilot qurish degan xayol yo'q, mi? Tashkilot o'zining yo'lida yaxshi me'yorda, yomon demaymiz. Yaxshi me'yorda. Shu kalomlar bo'lsin. Bundan keyingi da'voyimizni qanday aqlanish, masalan, shu Osmonjon boshlar, Abdurahimjon boshlar vakillar katta o'g'limni yaxshi bo'lsa, har yili bir yilda 2-3 qator kelib bizga yo'l ko'rsatib qilgani yaxshi. Endi bizning Fransiyada o'zinglar bilsizlar, dastlabda Fransiya Uyg'ur komiteti 2008 5-20 qurdik. Ondan keyin uzun bo'lmay ta'lim klubi qurildi o'quvchilar. Bu ta'lim klubi futbol to'plamasidan o'ynaydi. Yaxshi yomon emas vallahi bu çok chiqishlar yo'q. Siyosatga kirmaydi, ammo o'zimizda. Ondan keyin Fransiya o'quvchilar uyushmasi qurildi.
Kurulğaqda da olar məsləhəti məndə sordu. İşte qımmaq çək bir qana qalmazdı. En bir balığa ismini atılğanmay. İkimizin çaqır tutdu. Mən baramıdım o günü. Kurulğada olar buyruq verib qoysa, qurulup qalsa, ay yoxurdan sən barkensini tosmayasın. Kurmaqlar desəm, olar kurup olğan desəm. Getmə almaydı. Hem de kelimde ben bu şu 2013 ayalla kurulduğu Fransa'da içildi. Şu içiliş jarayonida nurg'un jamoalarni tartibga yig'ilgan. Usta oldu. Onun için benim bazı işlerim bilan tashkilotni to'xtadim. Ondan keyin manga men Fransiya Uyg'ur komiteti deb qurgan bu tashkilotni o'zgartdi. Fransiya Uyg'ur birlashmasi ya Fransiya ismini o'zgartgani bu adamlarga antan qoldirgan bir ishda. Hatta şu Fransızlarmı neden özgürtüdü bular? Neymiş özgürtüdü? Okumadım dedim. Müşteri işlerine dikkat kılmaydı bizim yukarıdakiler. Dikkat kılış gerek. Aslında 2008 yıl kurulgan teşkilat olan ki bunu işçiden Fransa Uygur Komiteti tanıdık bir teşkilat kursa yaptı. Reis 2 yıllık vazifesi var, 2 yıl vazifesi var. Onun için o toktaydı, ona kalarayla çıktı. Çıkanı ki şu Fransa Uygur Komiteti bir Tibet'ten Fransa Tibet Komiteti de bizde var. Adet yapamaz bu. Xitay bu komiteti yapıp kovdu. Şuna bunun bizim teşkilatın işlerini özgürtüp, bazı sebeple bu saylam grupsunun baramadık. Bizim idare etmenin işgası bağımıydı. İşte oldu. Hem bu tekrar kuruldu, biz bunlara karşı çıkmadık. Çünkü ulan bu vatan davasını kovatır bu. Fransa'da mesela hem yer var o işler. Türkiye'de var, Germanya'da var, Amerika'da var, hem yer var. O tutusundudur. Kolumuzun gelişeceğine yıkıldık. Birlam şu montajı kadar yeri, şu aslında bir işini oyulmay, böyle yukarıdakiler olsun, kurulu dedikler. Aslında işte işlerle kanap, oylap, kısımda bir adamın, benim emas, Fransa'daki Uygurlarının kavattan neçilik davasını nörgü çıkargandaki bir işte bu. Onun için olanı Xitay'daki 2009'dan keyin Xitay'nın casusları açıklap ketdi. Bu Fransa'da o'quvchilar jiqilib yashaydigan bir davlat. O'quvchilar munosabati shunday yaxshi. 7-ayning 5-kundagi vaqtida o'quvchilar o'zlari telefon qilib, men namoyish rostini ilib, maydonga berib qo'yguncha, shu bolalar yuzlariga latlarni o'rab, shu qizil siyalarni chechib, shu tunuvamizsin bizni Xitoyniki mashg'ullarda nimada chiqdi. Ama bir xil namoyishga şu Fransa'nın ondan kaldırdı. Nurgun ballar kırılıp gitti ya da kan dökülüp gitti. Kan dökülüken neme bilen çıktı. Nurgun ballar çıktı. Hatta özümüz şu Republik'tin nasyon biçe 200 Uygur jığılıp mandu. Hazır neymiş azalp gitti. İmdat azalp gitti. Bu Fransa'daki Uygurların işi emez. Bizim dünya Uygur politikinin işçilik adamlarının ki bazı adamların şu hata'nın kılışı. Baş koyuşı. Hatta hasat ku köremezlik, başı sokaş duruşu. Bir devlette ne Uygur olsa aşağıda ne çok gül yutuşu. Onun da Xitay'ın kulu çukum var. Xitay çukum kulu salıdır. Olsa biz hemimiz birleşip, hemimiz birlikte namoyishni qilib, Tibet'le, Vietnamlıkla, demokratik Xitaylarning arasida kirib, 4-5 Uygur ayakta bu yakta tutup, çıqrab ko'rdim deb aşağıda qilamiz. Nima qilgan? Biz 10 adam bilan qurgan tashkilotni. İşte qilgan 3 bayroqdan başlagan. Başlayıp asta özümüz ayrılık mağayırgan adetki yapken. Buna da kaynap sözler koğanım. Müştak bir işler boğa vaxtıda yukarıdakilerge bizim işilteyeleydigan, aşılarga fikrini koyallaydigan, aşıdak bir teşkilatının, aşıdak bir organın buluşunu biz kalayımız. Çünkü Fransa'da mesela, ben Fransa'da teşkilat hazır kurmaya desem, hazır kurmaya. Benim kendimde edemeyeceğim. Bak! Bazen vallahi bana oturup da ekberkası çıksanız çıkımız bunu çıkmayınız diye gelmiş. Ben kursam kurmam. Ama şu çeşitlik yapmışsın. Eğer ben kursam Fransa'ya Uygur komiteti kurduğumda Fransa'daki Uygurlarla mı? Uygurlar. Mesela başka işgal kalmaydılar. Eğer vatanda bir iş olsa gürüldep çıkarlaydılar. Hatta iktisatlardan çıkıp biz tapşardık. Harekatın kurultayı tapşardık. Hatta özümüzün bir işgan yok bir yerde. Şunu mu oturup koydum? Bir işgan yok, undakıma işgan yanında ama Paris diyen siyasetin